Rasman, kelajak Toshkentga yetib keldi. Sababi poytaxt ko'chalarida robotlar ishlay boshladi. Gap shundaki, Toshkent ko'chalarida noodatiy holat kuzatildi. Mahalliy avtoservislardan biri mijozlarni jalb qilish uchun gumanoid robotlarni ishga tushirdi. Yorqin xavfsizlik nimchasini kiygan robot yo'l bo'yida raqsga tushib, futuristik harakatlar bilan piyodalar va haydovchilarning e'tiborini tortmoqda. So'nggi yillarda sun'iy intellekt va robototexnika jadal rivojlanmoqda. Dunyoning ayrim davlatlarida gumanoid robotlar allaqachon mehmonxonalar, restoranlar, omborxonalar, ko'rgazmalar va ishlab chiqarish korxonalarida turli vazifalarni bajarmoqda. Mutaxassislarning fikricha, yaqin yillarda robotlardan reklama, mijozlarga xizmat ko'rsatish, logistika, ombor ishlari va boshqa yo'nalishlarda yanada kengroq foydalanilishi mumkin. Biroq ular insonlarni to'liq almashtirishdan ko'ra ayrim vazifalarni yengillashtiruvchi yordamchi texnologiya sifatida qaralmoqda. Ushbu videoni texnologiyaga qiziqadigan yaqinlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha robotlar kelajakda qaysi kasblarda insonlar bilan birga ishlaydi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.